Bir dam ilish kuni Hazreti İsa buğdaylıqdan o'tib ketyotdi. Uning shogirdlari bashaqlarni uzib elib, olqinda uvlab yedi. Buni ko'rgan ba'zi farisilar, "Sizlar nemishqa dam ilish kuni chaklagan ishni qilsizlar?" deyishdi. Hazreti İsa Padişah Davud ve onun hemralarının aç qağanda qandaq qığanlığını muqaddas yazımlardan oqumğan mı? Qeni, etib beqinla. O, ibadetxonadagi muqaddas joyga kirib, Xudoga atalgan nonlarni ruhoniydan so'rab yegan va hamrolarga ulashtirib bergan. Halbuki bu nonlarni ruhoniylardan boshqa her qandaq kişinin yeyişi Tevrat kanununa xilaf idi, deb javob berdi. Ve xulası çıkırıp ulağa, "Men insan oğlu, dam ilish kunining egisidirman", dedi. Yani bir dam ilish kuni Hazreti İsa ibodatxonaga kirib, ta'lim beriyotdi. İbadetxonada o'ng qo'li qurib ketgan bir odam bor edi. Hazreti İsa'ning ustidan arz qilish uchun bahane izlep yürgen Tevrat ustazları bilen perisiler, onun dam ilish kuni kesel sakaytmaydiganlığını paylap yürüşetti. Biroq ularning ko'ngildikini bilgan Hazreti İsa, qo'li qurib ketgan yilqi keselga, "O'rningdan tur, oldimga kel", dedi. Yilqi kesel o'rnidan turdi. Ondan Hazreti İsa ko'pchilikka, "Sizlardan so'rab boqaychu, qandoq qilish Tevrat qonuniga uyg'un? Dam ilish kuni yaxshilik qilishmi yoki yomonlik qilishmi? Jonni qutqizishmi yoki jonga zomin bo'lishmi?" dedi. Va kasalning atrofidagilarga ko'z yugurtib chiqqandan keyin ilqi kasalga, "Qo'lingni uzat", dedi. Bu odam qo'lini uzatishi bilanla qo'li asliga keldi. Ammo Tevrat ustazları ve perisler intayin g'azablanib, Hazreti İsa'ga qandaq taqobul turish to'g'risida maslahat tushdi. Bir kuni Hazreti İsa duo qilish uchun toqqa chiqdi. Bu yerda Xudoga kechicha duo qildi. Tong otqanda shogirdlarini oldiga chaqirib, ularning ichidan 12 kishini tanlab, ularni elchi deb atadi. Ular Simon, Hazreti İsa uni Petrus deb atagan ve onun inisi Ender, Yakup, Yuhanna, Filip, Bartolomay, Matta, Thomas, Alpayning oğlu Yakup, vatanperver deb atalgan Simon. Başqa bir Yakupning oğlu Yahuda ve keyin Hazreti İsa'ga satqinlik qilgan Yahuda Iskariyotlar edi. Hazreti İsa elçileri bilan tog'dan tushib, tuz bir yerda turardi. Ularning oldiga nurg'un shogirdlar hamda Yerusalim shahridan jumladan butun Yahudiya o'lkasidan kelgan kishilar top bo'lib kelib yig'ilishdi. Hatto dengiz bo'yidagi Tir va Sidon shaharlaridanmi nurg'un kishilar kelgan edi. Ular Hazreti İsa'ning ta'limlarini anglash va kasallarga shifolik izlash uchun kelgan edi. Jinlar dastidan azoblanganlarmi kelib shifolik tepishdi. Ko'pchilik qo'llarini Hazreti İsa'ga takkizib olishga tirishadi. Chunki uning vujudidan kuch-qudrat chiqib, ularning hammasini saqaytib. Ondan Hazreti İsa shogirdlariga qarab mundaq dedi: "Ey yo'qsullar, ne kadar baxtliksizlar. Chunki Xudoning podshohligi sizlarninkidir. Ey oshqog'onlar, sizlarmu ne kadar baxtlik. Chunki Xudo sizlarni to'liq qanoatlantirdi.
Ey yig'layotganlar, sizlarmi baxtlik. Buningdan keyin shod xuromliqqa cho'misizlar. İnson o'g'liga ergashganliginglar uchun ba'zilar sizlardan nafratlansa, yuz o'risa, sizlarga tuhmat, haqorat qilsa, sizlarni yomon desa, naqadar baxtliksizlar. O chaqda shod xurom bo'lib tantana qilinglar. Chunki arshda sizlar uchun ko'p inom saqlanmoqda. Bu qora niyatlarning oti bo'vlari burunqi payg'ambarlarga shundoq ziyonkashlik qilgan. Lekin holinglarga voy, ey boylar, rohat farog'at sizlarga yor bo'lmas. Holinglarga voy, ey qorni to'qlar, ochliqda qolisizlar endi. Holinglarga voy, ey kulayotganlar, hozir tutib yig'laysizlar endi. Xaloyiq sizlarni maqtaganda holinglarga voy. Chunki Xudoning g'azabiga uchirgan burunqi soxta payg'ambarlarmi bu xalqning oti bo'vlarining maqtishiga erishgan. Quloq silib anglanglar, sizlarga dushmanlik qilganlarga mehr muhabbat ko'rstinglar. O'shmanlik qilganlarga yaxshilik qilinglar. Sizlarni qarg'anlarga baxt tilanglar. Sizlarga yomon muomalada bo'lganlarga duo qilinglar. Sizlarning o'ng yuzinglarga ursa, so'l yuzinglarni tutib beringlar. Birisi sizlarning chopininglarni ilib ketsa, ko'nglinglarni selib beringlar. Birisi sizlardan bir nima tilisa, tiligini beringlar. Birisi sizlarning biror narsanglarni ilib ketsa, uni qaytarib berishni so'ramanglar. Boshqalarning o'zinglarga qanday muomala qilishini kutsanglar, sizlarmi ularga shunday muomala qilinglar. Agar sizlar o'zinglarni yaxshi ko'rganlarga mehr muhabbat ko'rsatsanglar, buning maqtangudek nari bor. Gunohkorlarmi o'zini yaxshi ko'rganlarga mehr muhabbat ko'rsatadi. Agar sizlar o'zinglarga yaxshilik qilganlarga yaxshilik qilsanglar, buning maqtangudek nari bor. Hatto gunohkorlarmi shundoq qiladi. Agar sizlar qarzni qaytara oladiganlarga bersanglar, buning maqtangudek nari bor. Gunohkorlarmi aynan qaytarish sharti bilan boshqa gunohkorlarga qarz beradi. Yo'q, sizlar dushmaninglarga mehr muhabbat ko'rsatinglar. Ularga yaxshilik qilinglar. Boshqalarga qaytarib olishni o'ylamaylar, pul qarz beringlar. Shu chaqda arishda mo'l inomga erishsizlar va ulug' Xudoning farzandi bo'lganlarga guvohlik bergan bo'lasizlar. Chunki Xudo yaxshilikni bilmaydiganlarga va yomonlarga shafqat qiladi. Arishdagi otanglar mehribon bo'lganidek, sizlarmi mehribon bo'linglar. Boshqalarning ustidan hukm qilib yurmanglar. Sizlarmi Xudoning hukmiga uchirmaysizlar. Boshqalarni ayblamanglar. Xudomi sizlarni ayblamaydi. Boshqalarni kechiringlar. Xudomi sizlarni kechirim qiladi. Boshqalardan hech nimani oymanglar. Xudomi sizlardan hech nimani oymaydi.
Hatto sizlarga cho'ng o'lchig'ichga liq chingdab to'ldirilgan inomni taqdim qiladi. Sizlar boshqalarga qandoq o'lcham bilan o'lchab basanglar, Xudomu sizlarga shundoq o'lcham bilan o'lchab beradi. Ondan Hazreti İsa ularga tamsil orqali ta'lim berib, mundaq dedi: Qarg'uni yetaklab mangolmaydi. Unda qilsa, har ikkilisi o'rg'i tushib ketadi. Shogird ustozidan ustun turmaydi, lekin u o'qib yetishgandan keyin ustoziga o'xshash bo'lalaydi. Nima uchun birodaringning har kipikida kichik savallikni ko'rib, o'zingdagi limdak cho'ng gunohni ko'maysan? O'zingdagi shuncha cho'ng gunohni ko'may turib, birodaringga ko'zingdagi har kipikini ilib etay deyishing qandoq gap? Ey soxtipes, avval o'zingning ko'zidagi limni ilib et. Buning bilan aniq ko'rib, birodaringning ko'zidagi har kipikini ilib etalaysan. Yaxshi daraxt yomon meva bermaydi. Yomon daraxtmi yaxshi meva bermaydi. Har qanday daraxtni bergan mevasidan farq etgili bo'ladi. Tikandin anjur, yantoqdan üzüm olg'ili bo'lmaydi. Shuningga o'xshash, yaxshi odam qalbidagi yaxshiligidan yaxshilik chiqaradi. Yomon odam qalbidagi yomonligidan yomonlik chiqaradi. Chunki ko'ngilda nima bo'lsa, og'izdan shu chiqadi. Sizlar ajab meni Rabbim deysizlar-yu, buyruqlarimga amal qilmaysizlar. Amsa mening oldimga kelib, so'zlarimni anglab amal qilganlar kimga o'xshaydi? Ular xuddi uluni cho'nqur qezib, qo'ram toshning ustiga imorat solgan kishiga o'xshaydi. Kelkun kelganda uning kuchli hujumi undoq imoratni qimir qilg'izolmaydi. Chunki u puxta selingan. Lekin so'zlarimni anglab turib, amal qilmaydiganlar ul qurmay quruq yerning ustiga imorat solgan kishiga o'xshaydi. Bundaq imorat kelkunning hujumiga uchirgan hamon o'rilib, butunlay gumron bo'ladi.